siz uchun korobka kvartira narxida investitsiya uchun tayyor ta'mirlangan xonadon topib qo'ydim. Ko'la ko'cha, go'zal prezga yetmasdan o'ng qo'lda yangi qurilayotgan Novostroykada birinchilardan bo'lib ta'mirlangan mana shu 3 xonali 94 metr kvadratlik kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Kvartiramiz ikkinchi etajda joylashgan. O'zi 9 qavatli Novostroyka. Koridorini qarang, kengligini. Kimgadir aytadi, koridor kichkina ekan, menga katta koridor yoqadi deydi. Xuddi o'shunaqa insonlarga ham mos kelaveradi. Demak, birinchi ko'radigan xonamiz bu mehmonlar uchun mo'ljallangan zal. Kattakon televizorlarni ham tayyorlab qo'yishdi hozirgi kunda, faqat ilishga ulgurishmabdi. Bu tomonimizda pardalargacha hammasi tayyor holatda. Endi o'zingiz yoqqan mebellarni o'rnatib olar ekansiz bu joyga. Lekin keyingi xonamizda mebellargacha o'rnatib qo'yishgan ekan. Bu kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Yotoqxonamiz ham keng, o'zi hamma xonalarimiz keng qilib planirovka qilingan. Hamma narsasi o'z o'rnida qoladi. Uyimizning navbatdagi qismi keyingi xonaga o'tishdan oldin umumiy sanuzilga ham bitta baho berib qo'yasiz. Umumiy sanuzilimizda ham barcha sharoitlar bor. Hali chiroqlarni o'rnatishmagan ekan, lekin u keyinchalik o'rnatib olsa bo'laveradi yoki o'zlari o'rnatib berishadi. Bu esa 3-xonamiz. Buni ikki xil varianti bor. Xohlasangiz bu joyi bolalar xonasi qilasiz. Mana bu joyda agar bitta перегородка qilib olsangiz ham bo'laveradi. Yoki mana shunday holatda ovqatlanish xonasi sifatida ham foydalanishingiz mumkin. O'zingiz didingizdan kelib chiqqan holatda. Ovqat hidi bu xonaga chiqmasligi uchun alohida akfa bilan перегородка qilishgan ekan. Bu tomonimizda oshxona mebellari ham hammasi tayyor holatda. Ushbu kvartiramiz aytib o'tgandek 94 metr kvadrat maydonni o'z ichiga oladi. Shartnoma asosida sotiladi. Narxi esa videoni pastda turibdi. Bemalol egalariga aloqaga chiqib, video tagidagi raqamlarga telefon qilib, mana shu kvartirani investitsiya uchun sotib olishingiz mumkin.